Bu asalni nomi nima dedingiz boya xolos? Silyok. Nima? Butako'z va Butako'z, ha, o'zbekcha aytavering biz. Butako'z. Videoga olyaptilar-da, ha, shu bilmasinlar, ha. Butako'z. Ana, Butako'z. bo'ldi. Bilib olaylik. Bu yigitlar qayerdan? Hamma Qarshidan, bitta akam Jizzaxdanlar. Siz qayerdansiz? Shahardan. Sizlarda Biza Qarshidan. klientlarimiz ko'p. Qobilfardan emasmisiz? Yo'q, o'sha Qobillarga qo'shni. Asrorga ana shu har yiliga 50 kilo narsa beramiz. 7 ta. Endi qani yeb ko'rasiz aytasiz. Telefoningizni olaman-da. Asrorga yemaysiz, zamonxonasiga. Asrorga bizga Aka-uka, opa, ikkita opasiga 50 kilo bir yilga yetadi. Bu yilga yana yangilab beramiz plaklarni. Masalan, garantiya. Ana o'cha tursa ham ishtima qilmaydi opa, mana menga oldiki biza tursa. Quyoshga qo'ymang. quyoshda tursa. Quriydi, ha? Quyoshga Mana qo'ysa. Dilmiz opani nomeri ham yozilgan. 26. Ha, nomer reklama qilavering mana. 1 kiloga 26 gram. 91 940 68 22. Ha. Buni Davlat xizmatlari bog'i senator degan magazin ham bor. Nomerni yopishtiryapsiz? Siz ham bitta ko'ring. Ha, mana bu topib beraman hozir. Nima gap? Oling. Cho'ta yaxshi O'sti. yaxshi yurishib. Ko'nglingiz to'q qiling. Solingani ham bor. O'zi mayskiy degani qaysi biri? Opa. Mana. Ikkinchi. Bu nechi pul? Bundan ham Buni bitta kilosi bering. 120 ming. Ay, ana. bu ikki prosta bu adirdan oling u tog'diki, ha? Bu tog'diki, u baland tog'diki. Mana adirdiki. Ha. Mana Adirniki. qo'shiqchi. Ha. Boydan yeb ko'raveringlar, hali qo'shiqcha. Qo'shiqchi bor. Bemalol. Voy och qoringa. Sizga tashlab yuborsam ham bo'laveradi. Bo'ladi. Qiziq joyi shunday ekan, biz ola olmasdik bo'lmasa. Mana adirdikini ko'ring. Umid Yedim. Mana sizga oldim. Undan mana so'rayotganim kuchli. Bu so'rayotganimdan narigi kuchli. Opa, yeb ko'ring. Ketaveradi. Nima oticha oluvdim? Ha, kechir. Bu yiladimi? Yiladi. Chaynab yeyverasiz. Faqat qattiq joyga keladi tashlaverasiz. Och qoringa yeyish kerakmi aka buni? Umid aka? Ha, oxir saqiz o'xshab. Och qoringa yeyilmaydimi bitta? Tashlasangiz ham bo'ladi. Cheyiz qotmasin. Bitta och qoringa yeyish kerak. Shunday bo'lsa kerak. Bilmayman. 100 gram. Mana o'qi yan tog'dikimi? Qaysi? Yo, oq quraydi, yantog' mana. Mana qanaqa ichiladi? U nahorda och qoringa bir choy qoshiqdan ichiladi. Suvga solib, iliq qaynagan suv. Yantog'dikini Yantog' oshqozonga oshqozonim boya Nima qiladi? ovqat hazm qiladi. ya ikkovini ikkita paket solib bersangiz yaxshi bo'ladi. Ha, sizga ham ikkalasiz? Mana. Ha, ya biz umidga. Ha. Mana bu gulchangi nechi pul? Ulchagiga 100 gramni 25 ming. Bu nima qilinadi opa? Bu tiltaga tashib Ha, ertalabdan bir qoshiq yeyib. Immunitet ko'taradi-da. Immunitet ko'taradi. Gemoglobinni oshiradi. Qolmadimi bunda? Mana. Solingan-bu, bitta kela solingan-mi? Solinganmi shu? Shu. Nechi puli? Qaysi? 100 grammi 25 ming. Uni tiltaga qo'yib shimib qo'yish. Shim olishga ulgurmaysiz. Chaynash kerak, ha? Chaynamaysizlar, bitta solib ko'ring, tushganda erib ketadi. Yo'q-a? Yaxshi-da bu narsa. Yashin tezligida erib ketadi. Ikkitagan tashaqa. Bu yilgisimi deyman bu? Bu yerga yangi svejiz. Menga shundan bering. O'zim yig'aman bu chayni. Ben sizlarga ko'rsatdimmi yig'ishimni? Yo'q. Kimga ko'rsatdim? O'zim to'kib. Telefonda boya ko'rsatyapsiz nimani? Nima qiladi? Uni yeyish kerakmi? Bu nima qiladi endi? Ovqatdan oldin och qoring, immunitet ko'taradi. Qo'l-oyoqlarda qon aylanishtiradi. Ko'zda ko'rish quvvatini oshiradi. Menga bering shundan. Qancha berasiz? 100 grammi. Azalroq bering, hammani ko'ramiz, deymi? Ha? Mana shundan bering. Yangisi. Yangi? 100. Shu o'zi shundan solyapman. Bitta paqir bu 60 ming. 50 ming dedim. Ichganmisiz? Ha? Ichganmisiz? Uyda turuvdi, ichma anaqa. Zo'r narsa lekin. Choy qilib ichgan, yeyish Opa? Opa? Opa. Noska chiqadi. Ay, boya sizga aytdimku, men zarur bo'lgan topolmadim. Shuni menga bitta bering qani. Agar shu ziyon ko'rib keta qolsa ham boya ularga uchmadik-da. Okazyon ko'rmaysiz. Bu birinchi o'rinda turadi, dorligi bo'yicha. Keyin asal turadi. Ha. Bu birinchi o'rinda. Shuni buni ziyoni yo'q. Ichaversa ham bo'laveradi. Qarang, o'zi buni qanday iste'mol qilish kerak, opajon? Mana aytyapman. Tili tag. Yo'q, siz
Och qo'ringami? Bir kichkinagina qoshiqchada minchakana. Bu kunda bir mahal. Charchadim, qo'ydim degan xotinlarga bersa, yerda urmaydimi? Yana kuchayib ketib. Immunitet ko'tarilsa sog'lom. Qarang. Kasal Bunga bitta berdingizmi bundan? Bu 100 ming, bu 50 ming, 150 ming beraman men hozir. Yana oldingizmi siz asalni bitta? Yo'q, mana undan oldim. Mana shu 150 mi beraman deyapsiz-ku. Menga ham bitta bering. Asalmi uch yangimi? 200 berasiz. Gulchanga. Sizga 150 bo'ldi, 200 bo'ldi jami. 200 berasiz. 40-70. Yo, olaman hozir, yo, olaman aka hozir men. Uni tiltagiga tashib qo'yasiz. Menga 1 kilo berasiz, arzonroq qilib hozir. 42.00. Hozir billa aytasiz. 40 40-73. 42 42.00. 42 12 yo 42.00. Ha 42 61.05. 12.68. To'g'rimi? Jizzaxda yo'q, Jizzaxda turaman. Jizzaxda klientlarimiz ko'p. shaharcha chiva bilan havo. Gazingiz bormi? Hujum 1 kilo. 1 kilo mana bu 1 litrga 700 gram keladi. Bu 1 kilo. Toshingni menga Shunaqa 1 litrdan yoki 1 kilo. gaz olguncha. Voy, Sekinroq haydang, o'ling. mana 1 kilo uka. 1,5 litrda boshqasi 1 kilo. Buni balasi Yo, qorasi yo'q ekan-kicha uni. Mana bu bir qora deb qo'yasan. Bu 700 qaysini dedi. Yana klient. Basi klient bor. Oyagingizdan. Mana. Dilfuza opa, mana boyagi 200 ming. Rozi bo'ling. Menga mana shundan mishokka solib shuni o'lchab bering 1 Ya kilo. mana tayyor bakrishga olsam, 1 kilo olasizmi? 1 kilosini ish pulda. Mana undan beruvdim. 200 ming. Anodan berdi. Ya bu bizga qanchalik bu? Gram. 200 gram deyapti. 250 ming nima? Man 200 gram bo'lasizlar. Hozir beraman shunaqa. Asiyos, mayli, bu şey qaror berma, qiloladi. Dilfuza opa nomeri bor, agar kerak qolsa telefon qilamiz. Bo'ldimi, hamma bo'ldimi? Umid aka bo'ldimi? bo'ldi. Yo'q, bizniki kami bor hozir. Ha. Aka ana YouTube'ga sen olgin kilolarga. Reklama ishimizni olib qo'ydik. Bir o'zi olishni, biz qilib olmadik. Oya keldik, mehmonlar